Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan yangi ochilgan o'zbekcha sayt haqida gaplashib o'tamiz va undan pul ishlash haqida ko'rib chiqamiz. Demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishinglarni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi videorolikimizda yangi ochilgan o'zbekcha hype proyekt, buni nomi Neo Inst deb nomlanadi. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa registratsiya oynasi ochiladi. Registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga telefon raqam, ikkinchi va uchinchi qatorga bir xil parol yozamiz, to'rtinchi qatorga tegmasdan yoki taklif kodini kommentariyada yozib qo'yaman. Video opsiyasida bemalol o'sha taklif kodi bilan ham registratsiyadan o'tsanglar bo'ladi. Taklif kodisiz registratsiyadan o'ta olmaysizlar. Demak, undan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin sizlarga xuddi shunaqa glavniy bo'limi ochiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek har xil bo'limlar bor. Ya'ni kunlik bonus bo'limi orqali biz har 24 soatda kirib bonus olishimiz mumkin. Buning uchun mana mashinaning tagida kunlik bonus tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib biz har 24 soatda 500 so'm bonus olishimiz mumkin. Buning uchun mana ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib olsak bo'ldi. Bizning kunlik bonusimiz, bizning balansimizga o'tkazib beriladi. Demak, bizga ko'rib turganingizdek yangi ro'yxatdan o'tganimiz uchun 25 ming so'm pul bonus tariqasida beriladi. Ya'ni hamma odamga 25 ming so'm birinchi registratsiyadan o'tgani uchun bonus tariqasida beriladi. Bu pulni biz sirazi chiqarib ola olmaymiz. Buning uchun hatto bitta eng arzon mashinasini sotib olishimiz kerak. Uni narxi eng arzonniki 50 ming bo'ladi. Buni hozir sizlarga video davomida ko'rsatib o'taman. Vazifalar markazi bo'limi orqali sizlarni qo'shimcha vazifalar, topshiriqlar bajarib, pul yutuqlarini yuta olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 10 ming, 20 ming, 40 minggacha sizlar pul yutuqlarini yutib olishinglar mumkin. Demak, orqaga qaytamiz. Bu yerda to'ldirish, yechib olish bo'limlari bor. Buni ham video davomida ko'rsatib beraman. Sovg'a bo'limi orqali biz ko'rib turganingizdek Telegram guruhga obuna bo'lib, yana har xil cashbacklar va promo kodlar olib, yana pul yutuqlarini, ya'ni pullarni olishimiz mumkin. Demak, oxirgisi yordam bo'limi. Bu bo'lim orqali texpoddержка bilan bog'lansanglar bo'ladi, ya'ni Telegram adminlari bilan bog'lansanglar bo'ladi. Pastda yana statistikasini chiqarib qo'ygan yangi modellar Neo S6 deb qo'ygan. Endi biz pastdagi bo'limlarni gaplashib o'tamiz. Ya'ni pastda 4 ta bo'lim bor. Keyingi bo'limi mahsulot bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar tariflar, ya'ni mashinalari haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. VIP1, ya'ni Neo S6 ni bizga 50 ming so'mga sotib olsak bo'ladi. Общий 60 kun ishlab berar ekan, kunlik daromadni 10 ming so'mni tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek riski bor, shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Agar biz 50 mingga sotib olsak, kunlik 10 mingdan avtomatik ishlab borishimiz mumkin. Bu sayt ham fast hype proyekt bo'ladi, ya'ni agar 10 kun ishlab bersa yoki bir hafta ishlab bersa ham biz foydaga chiqib olishimiz mumkin, lekin necha kun ishlab berishini hech kim aniq aytib bera olmaydi. O'shaning uchun riskka amal qilgan holda pul ishlamoqchi bo'lsangiz kirishinglarni tavsiya etaman. VIP2 mashinasini biz 100 ming so'mga sotib olsak bo'ladi. Kunlik daromadi 21 ming so'mni tashkil qiladi. Agar sayt 5 kun ishlab bersa, ko'rib turganingizdek biz kiritgan sarmoyamizni chiqarib olishimiz mumkin. Xuddi shu tariqa qolgan mashinalarni statistikasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Biz sarmoya kiritganimizdan keyin sotib olish va yana bir marta sotib olish tugmasini bosib biz mashinalarni sotib olishimiz mumkin. Bu yerda mening mahsulotlarim bo'limi orqali mahsulotinglarni, ya'ni sotib olgan mashinalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Jami daromad bo'limi orqali sizlar o'zingizlarni statistikalarni ko'rib borishinglar mumkin. Demak, pastdagi 3-bo'limi jamoalar bo'limi. Bu bo'lim orqali bu saytga do'stinglarni chaqirib yana pul daromad olishinglar mumkin. 3 urvilli hamkorlik dasturi bor. 33 va 2% tashkil qiladi. Silkalarni mana nusxalash tugmasini bosib kopirovat qilib olishinglar mumkin. Bu yerda o'zingizlarni statistikalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek hamkorlik dasturini ham jирный qilib qo'ygan. Agar bu bo'limdan ishlasanglar, bemalol ishlashinglar mumkin. Va oxirgisi mening bo'limi. Bu bo'limdan sizlar o'zingizlarning profilinglar haqida to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek qolgan bo'limlarni ham shu yerda ko'rib borishinglar mumkin. Bank kartani bog'lash bo'limi orqali pul yechmoqchi bo'lsanglar, birinchi bo'lib sizlar qo'shish tugmasini bosib o'zingizlarning bank kartanglarni ulab qo'yishinglar kerak. Buning uchun bank nomini tanlaysizlar. Birinchi qatorda, ya'ni bank tasdiqlash tugmasini bosasizlar. Pastdan sizlar egasini, ya'ni ism familiyasini yozib qo'yasizlar. Uni pastda 16 talik sonini yozib, sizlar tasdiqlash tugmasini bossanglar, shu saqlanib qilgan bank kartalarga keyin hech qanaqa muammolasiz pullarni yechib olsanglar bo'ladi. Parolni o'zgartirish bo'limi orqali parol o'zgartirsanglar bo'ladi. Ilovani yuklab olish bo'limi orqali sizlar приложениесini skachat qilib olsanglar bo'ladi. Endi yechib olish bo'limi orqali sizlar balansinglardagi pulinglarni yechishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek minimaliy pul yechish 25 ming so'm ekan va bizdan 20% komissiya olib qoladi. Misol uchun saytdan 100 ming yetsa, bizning balansimizga, ya'ni kartamizga 80 ming so'm bo'lib kelib tushadi. Chunki bu saytda adminlari inanstras, o'sha uchun bizga kriptovalyutadan cheris qilib kartamizga pullarni tashib berguncha 20% komissiyasi ketadi. Pastda
yana ma'lumotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Hech qanaqa vaqt chegarasi yo'q. Istalgan vaqtda, ya'ni kechasi 12 da ham, obedga 12 da ham bemalol pulinglarni yechib olishinglar mumkin deb qo'ygan. Bundan boshqa saytlarda bilsanglar 9 dan 5 gacha yoki 9 dan 6 gacha cheklov qo'yib qo'yadi. Pul yechish 6 soatdan 24 soatgacha kelib tushar ekan. Bu yoqdan istoriyalarni ham ko'rib borishinglar mumkin. Ya'ni o'ng taraf tepa burchakdagi tugma orqali pul yechib olgan istoriyalarni bemalol ko'rib borsanglar bo'ladi. Pul yechish uchun birinchi qatordan saqlanadigan bank kartani tanlab, ikkinchi qatordan summani yozasizlar, keyin pastdan tasdiqlash tugmasini bosib bemalol pulinglarni yechib olishinglar mumkin. Endi bu saytga qanaqa qilib sarmoya kiritamiz desanglar, buning uchun to'ldirish tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda ko'rib turganinglardek aniq summalarni o'zi ko'rsatib qo'ygan. Misol uchun mana 50 ming ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan depozit bank karta tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Ya'ni undan keyin tasdiqlash tugmasini bossak bo'ldi. Bizga hozir bank karta beradi. Shu bank kartasiga biz pullarni o'tkazishimiz kerak va skrinshot qo'yib olishimiz kerak. Mana ko'rib turganinglardek bank karta berdi bizga. Bu yerda 98 60 17 01 ko'rsatib qo'ygan. Uning oldida copy tugmasi bor. Shuni kopirovat qilib olib, shu bergan bank kartasiga biz pullarni o'tkazamiz. 50 ming so'm, ya'ni 50 ming so'm. Oxirida 008 ni ham yozib qo'yishimiz kerak. Mana shu kartaga mana shu summani o'tkazganimizdan keyin pastdan faylni tanlang tugmasi turibdi. Shu tugmani bosib, sizlar pul o'tkazgan skrinshotinglarni tashlab qo'yasizlar. Undan keyin to'lov muvaffaqiyatli yakunlandi tugmasini bossanglar bo'ldi. Bu oynani yopmanglar, xohlasanglar yopsanglar ham bo'ladi. Agar 5-10 minut shu oynada ham turib tursanglar, sizlarning pulinglar kelib tushadi. Bank ma'lumotlarini yangilang tugmasini bosib, agar bu kartaga pullarni o'tkaza olmasanglar, mana shu tugmani bosib, ya'ni Ipak yo'lini to'g'risidagi tugmani bosib, bemalol boshqa kartani ham chiqarishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, bank kartaga pullarni o'tkazib, skrinshotni обязательно tashlashingiz kerak va tasdiqlash muvaffaqiyatli yakunlandi tugmasini bosamiz. Endi biz saytga qaytamiz. Mana saytga qaytib oldik. Ko'rib turganinglardek sarmoya kiritish ham oson. Xuddi shu tariqa sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Pul yechish ham ko'rsatib o'tdim. Hozir men bu saytdan pul yecha olmayman, lekin Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, men bu saytdan pul yechib, uzog'i ertaga skrinshotlarini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimizga o'tib, bu sayt to'layaptimi yo'qmi bemalol ko'rib borishinglar mumkin. Keyin bu saytda original silkasini ham bizning Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin. Telegram kanalga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol xuddi shu tariqa o'tib, sizlar bu saytda original silkasini olib, xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin, lekin aytib o'tganimdek riskka amal qilgan holda kiringlar. Demak, bunaqa loyihalar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa loyihalarni va sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan loyihalarni tez-tez video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlaverasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.